Roblox'dagi biz bugungi videoda obunachilar va Amici bilan birga o'zlarimizga burger, ya'ni McDonald's do'konini ochamiz bolalar. Ko'rib turganingiz obunachilar men yig'ib olgan yonimga, hozir shunday bitta siyib kelaman deb bor kelguncha biz obunachilar yig'ilib qolibdi. Ha, dada, qancha obunachilar yig'ilib qolibdi bolalar. Aytdi Amici nimadir deyapti, chatga qarang deb bolalar. Iltimos, rahmat, sog' bo'ling, siz eng zo'risiz deb yozibdi bolalar. Obunachilar keyin obuna bosdim, like bosdim, kanallaringizga obuna bo'ldi, iltimos men durja qo'shing deb yozibdi bolalar. Albatta keyin men obunachilar durja qo'shib qo'ydim bolalar. Sizlar hamma durja qo'shib videoga like bosib, hamma kanallarga obuna bo'lib qo'yinglar bolalar. Har doimda random yengimadi 5 ta obunachim durja qo'shib qo'yaman bolalar. Короче, bolalar o'z bitta mana shuni bos debdi. Buni bosasimdan oldin albatta videoga like bosib, kanalga obuna bo'linglar. Keyin davay $10 ga biz birinchi McDonald'imizni qanaqadir apparatini oldik. Bu apparatni bosadigan bo'lsak, bizga qanaqadir bir nima beryapti endi bu bizga hozir. Nima beradi bu? Burger bitta spam qilib berar ekan bolalar. Bu avtomatik burger spam qo'y. Mana bola bosib turibdi. Addish, bosib tur do'stim. Bosib tur do'stim bajarishda. Aytdim, burgerlar mana qanaqadir joyga ketar ekan bolalar. Bu burgerlar McDonald'sda mana shu apparatidan mana bu apparatga o'tadi. Keyin betdan keyin nima qiladi bu? Nima qilyapti? Pishib turibdi bilan nima qilyapti? Lavaga tushib ketyapti. Nima qilyapti bular? Tushunmadim sizga. Nima? Bostirgan yo'qmi? Bosib istaganmidi? Nimaga unda chiqyapti bu? Obuna bo'ling, like bosingni bosyapti bolalar. Men 9 ta Robux'ga 10 ming, 4 ta Robux'ga $10,000 sotib oldim. Endi biz bunga nima otsa bo'ladi? $1000 ga French Dress Dropper bolalar. Yana bitta apparat. Menimcha bittan tushgan. Free chiqarib berar ekan bu bolalar. Voy bilan. Yana ikkita narsa sotsa bo'lar ekan, lekin bu yerda pul yetmas ekan. Nima? Sizga ko'rsatyapman. Strelkalar? Yo'q, dekoratsiya qursa bo'lar ekan-da. McDonald'sga bitga yegani hamma nalarimiz kirish uchun, aniqlar kirish uchun, bitda klientlarimiz kelib o'tiradi. Bitda esa klientlarimiz yosh bolalar bo'ladigan bo'lsa, bitda o'ynashi mumkin, ichkariga kirishi mumkin. Keyin 4.5 ga pulimizga esa bitda entrance, ya'ni kirish qilamiz bolalar. Bu do'konimizning kirish qismi. Bu yerga do'konimizga kira olishadi hamma. Keyin bitta tipasiga Mega Burger degan bizning do'konimiz oldidan qo'yib qo'ydik nomini. Endi 3 ga bizga bitta Короче, bizga pul kerak, ko'proq pul kerak. Hozir pulni qayerdan olamiz bilasan? Pulni biz ishlab topishimiz kerak. Nimaga menga pul bermayapti, Amir? $8,000 ishlab qo'yibman men o'zi. Dekoratsiyalarni qo'shmasdan milkshake dropper qo'shamiz bola. Bu milkshake qilib beradi bola bizga. Oy, endi kola bilan birga sotamiz. Bitta upgrader bor ekan 8 ga. Yana 10 ga, 4 ta Robux'ga 10 ga olsa bo'lar ekan. Olib qo'yak mayli, tezroq kuchayishimiz uchun. Yana bitta narsa bo'ldi. Bu bizga upgrade qilib beradi. 6 ta narsa olish kerak ekan, yana bitta 6 ta. 5 minutga op dropper nima bu? Yo'q, bo'lmaydi, mezonga. Kerak emas mayli. Deyli $25,000 menga tekinga berdi. Mana bitta devor berar ekan, 3 ga devor. O'y yaxshi, fasadini chiroyli qilib qo'ydik. Do'konimizning kirish qismini 17 ga pul ishlayapti o'sha. Bunisi boshqa gap. Avto collect yo'q qo'yamiz, hozir 27 ta Robux'ga o'zi avtomatik pullar kisamizga tushib turadi. Yaxshi. Avto kollektorman o'zi ishlayapti. Keyin bitta ko'chani dekoratsiyasi bo'ladi. Bu yerda ko'chaga chiroyli narsalarni qo'yib qo'yamiz. Masalan, bitta muzor tashiydigan narsa, bu yerga esa fence, bu yerga muzor tashiydigan apparat qo'yib qo'yamiz mana. Bu fence degan to'siq ekan. Yaxshi. Yana bitta 308 ga yana devor qursa bo'ladi. Aytki devor ochamiz. Yana bitta devor. Yaxshi, chiroyli qilib devorlarni qo'shib qo'ydik bolalar. Mana bu yerda bolalar outside decoration, ko'chaning dekoratsiyasi. Yana bitta o'tiradigan joy bolalar. Videomi deb obosh yuguribdi. Video ketimdan bolalar. Yugurib yurormela. Bo'ldi mana bolalar. Aytib qo'ydik. Bu yerda 20 ga meal box dropper bolalar. Bundan nima chiqar ekan endi? Bu qutiga solib qadoqlab berar ekan bolalar. Yana 5 ta qo'shimcha narsa olsa bo'lar ekan, lekin bu ochish uchun buni qo'yma. Yana bitta narsa olishimiz kerak ekan. 41 ga pulimiz bor. Bumi? Amir to'g'ri ekan. Konkurent bolalar kelgan klientlar Amir chitmas, men do'konimga kirish uchun betni polностью chiroyli qilib yasashim kerak. Ham arzon narxlarda bo'lgani uchun arzon narx degan narsalarni qo'shib qo'yishim kerak. Ichkarini ham tutsa bo'ladimi? Ichkarini tuzatmamiz-ku biz bolalar. Bir turadi joydami? Tem bo'li hozir bizda issiq bolalar, issiqda bizda nima fan batimiz. Oy, knopkani to'g'ri berar ekanda. Lazer dur. Lazerni bolalar, bu yerda
Lazer bilan kirish mumkin, kirish emas. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Obunachilar kirib o'ynayapti bolalar. Alaykum salom. Ha, video. Hamma kela videolarga so'yadi bolalar. Hamma obunachilar kirib olgan. Gilam qo'shamiz, yana lazer eshik qo'yib qo'yamiz bu yerga. Lazerni hozirchalik ochib qo'yamiz. Lazer kerak emas bizga. Ochiq turaversin, chunki bu yerga hozir bizdan klientlarimiz keladi albatta. Mana bu yerda nima bor? Bu yerda you need upstairs first. Bu yerda bizga shu uchun zina kerak ekan, ikkinchi etajdan ham ochib qo'ysa bo'lar ekan. Demak, bu yerda eshikdan chiqamiz. Bu yerda qo'shimcha boyaga bizni mana shunaqa burger chiqaradigan apparatlarimizni, ya'ni mexanizmimizni kuchaytirishimiz kerak birinchi bo'lib. Bu yerda fence qo'shamiz, to'siqlarni 40 ga bizda big burger dropper bo'lib, big burger chiqarsak bo'lar ekan. Hozircha bizda kichkina burgerlarni chiqaryapmiz, arzonroq narsasini. Ya'ni masalan bizda двойной bor yoki oddiysi bor. Bilasizlarmi bu burgerlarni? Biz esa oddiysini chiqaramiz. Двойной chiqarishimiz uchun bizga 40 ga pul kerak. Mana 40 ga двойнойni ochchi. Endi ko'ramiz qanaqa kattalikda. Oy, u ancha katta bo'lar ekan bu burgerlar. McDonald's ham kuchayib boryapti bolalar. Ya, nechtadir narsa ochadigan bizga yana qo'shimcha narsa beradi. Birga Nima? Bunimi? Taykon o'tdik. Kirish mumkin emas ekan. Endi yana bir yopib qo'ying. Birov girsa ana. Kiraversin, nima qilib kirsa? Yopib qo'yibman. Nima yapibsiz? Da, tushundim. Bu yerni dekoratsiyalarni to'g'rilashimiz kerak. Qo'yamiz просто. Bizga komediya o'zlasa yana 25 ga berar ekan, lekin biz gruppa to'lib qolgan. Bu yerda tekinga narsani oldik. Reverse ham 300 kada reverse bo'lar ekan bolalar. After clicker dropper nima bu? After clicker. Knopkani avtomatik bosib turadigan narsa. Mega dropper bolalar. 54 Robux ekan, mega dropper. Op dropper bolalar 500 ga. Qaysi medal? Speed qo'yib qo'yamiz. Nima qilasizmi? Tezlik qo'shadi, tez yuguraman keyin. Avo qarang pullar. 100 ga 23 Robux ga. Mashina oladi, qo'yildi, tezroq yuguraman. Yoki op drop mega dropper dema. Ketadimi o'zi? Bu juda ham tez aniq qiladi. Yo'q, qarang, mana shuni olib qo'yamiz. Buni olamiz, endi biz ancha tezroq yuguramiz. Va mana bu yerda op dropper 500 ga op dropper. Juda ham tez aniqlarni chiqaradi. Qara, hozir ko'rsataman senga mana. Hozir chiqadi. Qara. Вообще tez chiqaryapti narsalarni qara. Mana tez spam qilyapti. Ko'rasizmi? Tez. Tez apparat ekan bu. Da, tez. Pulda qarang. Tez apparat bu. Вообще pulim ko'payishini qara. Yo'q-mayo ko'ryapsanmi? Вообще tez aniq qilar ekan. Biz ham 5 minut ekan faqat. Mana devorni ochamiz. Devorni ochganimizdan so'ng bu yerda yana roof tomdan ochib qo'ydik. Tomdan ochganimizdan ko'chada 1 millionga mega burger $10,000 sekundagami? Mana 300 ga bo'lamsa. Ichkarini to'g'irlaylik, ichkarini table, betga o'tiradigan narsa yaxshi. Yigirik yana table. Hammasi cho'qolami? Bilmadim, qilib ko'rmadim hali. Gerçekten 230 ga. Qilib ko'rchi? Counter bir nima bu? Bu ana ishchilarni qo'yib qo'yamiz. Bular ana kassachilar. Oy, bizga o'zi klientlar kelish boshladi. Bolalar, bunisi boshqa gap. Bizda o'zi klientlar bor. Ana bu yerga yana devor qo'shamiz. Pulimiz yetgancha qo'shib qo'yamiz. Oy, ichkari вообще fasada zo'r bo'ldi. Klientlar kelish boshladi. Oy, mazali deyapman ular. Yana dekoratsiyalar qo'shib qo'yamiz. Kitchen wall. Kitchen qo'shib qo'yamiz. Oy. Qanaqadir devor qo'ydik bu yerga. Dekoratsiya. Va yerga ham devor quramiz. Nima? Yaxshi, to'xtab tur hozir. Mana kitchen wall yana ochamiz. Tomni ham qo'shib qo'yamiz. Orqa tarafda ham remont qilishimiz kerak. Ko'proq pul kerak bizga. O'yin qilma, ukam, o'yin qo'ysan. Dema. Bizga pul kerak. Trebetdan burger senga pulini ber tez. Table qo'shamiz, yangi. Stollarni dekoratsiya qo'shamiz yana. Qilib ko'rishray bo'lsinmi? Nima kerak ekan reverse? 63 marta ochishing kerak narsalarni, 63 ta. Aytang 60 ga pul kerak, upgrader sotib olaman keyin. Bo'la, bu вообще upgrade qiladi. Mana upgrader sotib oldik. Bu endi qimmatlashtirib beradi narsalarimizni, bo'la. Bu switch qilib beradi, switch mana sochni. Oy, buni qara, mutatsiya bilan chiqyapti. 100 ga pul kerak. Ikkinchi taj ujumi. Endi bolalar bu yerda yana nima sotsa bo'ladi. Bizni avto clicker dropper 2x cash topsa bo'ladi. 90 Robux ekan lekin bolalar.
Автокликер dropper, bu ham Robux, bu ham Robux. Magic carpet nima ekan bu? Bu ham Robux. Hammasi Robux короче. 117 ga pulimiz bor. 100 ga mana ochamiz. 200 ga mana endi. Yo'q-mo'yo, mana narsa bizda McDonald'sda ishlab chiqarish boshlandi. Mana ular yana nima bu? Bu 2x. Mana narsa nima bu? Mana mega dropper bo'ldi. 149.54 ekan bu. Skidkada bo'ldi. 54 Robuxga bir narsa bo'ladi. Obunachiga videoni turib olar ekan-da. Ha, videoda bo'ldi, video. 200 ga pul olsa, sразу ostidan ochamiz yana. Короче, bizda qancha pul yo'qoladi? Zo'r pul yo'qoladi, $49. Bu yerga ham kassachi qo'ymaymiz, kassachi. Bu yerga ham kassachi qo'yib qo'yamiz. Day bizga 67 ga pulimiz bor. Manda 50 korobka bor. 50 manda ham. 50 ta asos. Manga Hozir mana qilaydi. Menga 200 kami kerak edi-da, 200 kami. Qaranglar bola, biznesimiz rivojlangan sayin bizga pul ham ko'p kelyapti. O'sha 200 ga yaqin qoldik, вообще 160 ga bor o'sha bizada. Hozir 200 ga bo'lib, bitta 200 ga bo'ladi hozir, qarab turinglar. Mana 180 ga bo'ldi. 185 ga, bitta 200 ga ko'rdinglar? Mana buni ham ochib qo'yamiz. Yaxshi, bitta nima spam bo'lar ekan? 40 ga pulim bor mana. Davay. 2 ishtaj vash qimmatmikan? Bu yerga stollarni qo'yamiz. Ishchilar kirish uchun. Da, ichkari nima chiroyli qilib yasayapman. Mayta nima bu? Bu mana shu Face-ga qarab kiriladi. Dekoratsiya. Order screens. Zakazlar beriladigan tipida analar bolalar, monitorlar zakazlar, kimniki zakaz tayyor bo'ldi, kimniki yo'q. Qani вообще rivojlantirib yubordik biz do'konimizni, McDonald's do'konimizni. Do'kon biznesi вообще yuribdi lekin bolalar. Bolalar 300 ga pul yig'ib qo'ydim. Endi 300 ga, yana sana 300 ga yig'dingmi? Qanot pullarni ko'ra obunachilarda Shohjahonda 3020 ming amir chiqdi. Menda 300 ming amir chiqdi desa, amir chiqqani 238 ming ekan. Bo'pti. Bu yerga bizga kerak bo'lgan kitchen counter kerak. Counter decoration, yana ko'proq narsalar bolalar. Yo'q, ikkinchi darajada. Ochdim. Oyna qurib. Gilam. Japoliga oyna qurib faqat chair qo'yamiz, upstairs. Ikkinchi etajda zinasi bolalar. Bench, yaxshi bitta o'tirgan klientlarga. Bitta reverse ikkinchi etaj ochilar ekan menda. Ha, sen reverse qilganga ochildi-a? Ayo, reverse qilmadingmi sen hali? Yo'q. Bitta reverse so'rayapti, new floor deb. Aram ochib beradi. Dekoratsiya qilamiz. Aram ochib beradi. Ha, bo'ldi. Narsa bor-ku, cheti. Ha, bo'ldi. Bizga pul soqqa tushirsin, hozir ishimizdan counter mana qo'shamiz. Ha. Kitchen counter qo'shamiz yana. Boshqa gap bo'lsa. Hamma joyda. Courier. Ha, courier bolalar, bitta courierlar ishlaydi. Kitchen dekoratsiya. Bitta narsalar kelsa, courierlar ishlaydi bu yerda. Hamma oshpozlar narsalarni bu yoqqa yetkazadi, courierlardan mana yerdan berib yuboriladi bolalar. Yaxshi, bu yerda zo'r ishlayapti. Trendagi bola-ku. Kim? Kim? Voy, 1 millionga bu yerda mega burger olsa bo'lar ekan. 1 million pul yig'ishimiz kerak, nima? Steak? Mayli, steak bo'lsa steak bo'pti. 350 ga pul kerak bizga. Bu $850 sotilar ekan bitta burger. 5 minut 18 rublga 500 lik mana olib qo'yamiz bola. Bizga tez, juda ham tez pul beradi. Ketdi bolalar. Soqqani 5 minut tinmasdan beradi hozir. Ikkidan ko'p qo'yatman. Ikkidan ko'p endi hozir. Ikkita burger? Ha, burger ikkida. Mana tez bosib turish kerak, bilmayman. Bosib turing, do'xtir bo'ling. Qani bosib bo'lmayapti-ku. Bosmayapti. Birinchidan, ha? Bosmayapti, qara. Mana. Qo'zagini tashlang. Buni olish kerak. Mana tushib ketdi. $200 bosyapman-ku men faqat. Ama do'xtir ham bo'ldi, ko'rdingmi? 250 ga pulim bor. 350 ga qilishim kerak hozir. 350 ga. Nafas. Narsa ochaman yangi. Apparat ochaman, yangi apparat. 350 ga neradas? Naryoqdan oxiridan hozir ko'rsataman. Va ketdi, bor ko'rsataman. 550 ga yig'ildi menga. Mana bu yerda 350 ga qara. Golden Biggies burger drop bolalar, вообще katta burger. 350 ga ochaman. Bo'ldi, ochdim men. Qanchadan beradi bu? $1500. Yo'q, Yo-mayo. Bizdan oxirida ekan. Tez ko'payadi, pul. Sразу ko'payadi. Voy, blin. Tez ko'payadi pul. Bo'minat turadi, bo'minat. Yo'q, bo'minamidi. Bu yerda pul avtomatik yig'iladi menda. 80 ga pulimiz bor. Mayt yana bitta narsa ochishimiz kerak. 5 ta narsa ochsak, keyin ochilar ekan biz o'ramiz. 5 ta narsani qattiq ochamiz da bo'ladi. Maytga kiramiz, bu yerda dekoratsiyalarni tuzishimiz kerak.
Ikkinchi touch. Mana bu kitchenni to'g'rilashimiz kerak. Kitchen decoration. Mana bu yerda Mac Drive window. Bu yerda olib ketadi narsalarni. Bu yerga ishchi qo'yib qo'yamiz. Pul kelib turadi bu yerdan ham bolalar. Yana bitta oyna. Davay, yaxshi. Mana bu yerga decoration counter qo'yishimiz kerak 50 ga bolalar. 50 ga buni ham qo'yib qo'yamiz. Yaxshi. Bular endi dastlabki g'alati kofelar tayyorlanadi. Endi yana 35 ga bitta dekoratsiyani qo'yib qo'yamiz. Tez ochilsin. Ha, dekoratsiyani ochib qo'ydik. Suv ekan bu. Ishchi qo'yishimiz kerak 75 ga yerda. Ishchi qo'yib qo'yishimiz kerak hozir. Ishchi qo'yamiz. 240 ga pulimiz yig'ildi. Ishchi ham qo'yib olma. Ishchi ham qo'ydik. Bu yerga kitchen decorationni ham tuzamiz. Bu yerda oshpazlar paydo bo'ldi. Yana bitta oshpazlarni qo'shamiz. Menimcha bo'ldi. Men polisi tayyor. Shkaflar ham, xodimliklar ham polisi tayyor. Ishchilar ham qo'yildik. Bu yerda bizning oshxonamiz polisi tayyor bo'ldi. Oshxonamiz pul so'radi. Короче, bitta, yaxshi, rahmat deyapman, arzimidi, birat. Ichkari polisi tayyor bolalar. Endi ikkinchi etajda taxlashimiz kerak. Ikkinchi etajda nima bizada? Light, window, oyna qo'ysa bo'lar ekan. Chiroqlar bilan oyna, lekin 300 ga biz hozir aniq qilishimiz kerak. Reverse qilishimiz kerak bolalar. Reverse qilish 77 ta. 7 shahar. Bilmadim. New content, yangi narsalarni berar ekan. Da, bo'ldi, hozir reverse qilamiz. 200. Sana hamma biznesing yo'qolar ekan. Hamma narsang qilaman ekan. Torku. Darvoza ustida pul zagarang. 90 ga qadi. Boshlayapti. 180. Lekin pulim tez ko'payibdi nimagadir. Men 300 ga izvoyina. Pulim qanday ko'payibdi? Qanday? Buni qo'shamiz, buni ham qo'shamiz. Mana ochib tashlaymiz. Voy billah. Buni ochamiz. Izat tursiz. Aytaman-da. Tamam, ichkarini ochamiz, ichkarini bo'lib ochamiz. Qayta arzon bir tutku ochish. Shuni aytaman-da, osonlashib ketdi ochish bolalar. Men qiyin deb o'tirdim. Upgrade ochamiz bu yerda. Mana yangi narsa ochamiz. Mana ularni ochishimiz kerak bolalar. Narsani ochish qiyin. Ko'chani ham taxlaymiz. Bola tez ko'payar ekan, shunga reverse qilishga arziydi ekan bolalar. Buni ham ochamiz. Bu yoqqa qaytdi. Va ichkarini taxlab chiqishimiz kerak endi. Ishchilarni qo'shamiz. Hammasi tayyor. Mana bu yerda ishchi qo'yamiz bu yerga ham ishchi qo'yamiz. Bu yerga hamma dekoratsiyalari, eshiklar, bu yerda eshik, devor, bu yerga ham polisi, qoch. O'tiradigan joylar dekoratsiya polisi tugab qoldi. Yo-mayo. Ikkinchi etaj menda ochilgan. Ikkinchi etaj polisi ochilgan. Bunning tepasi ham ochilibdi bolalar. Bu yerda ham narsa qursa bo'lar ekan. Window. Shuska reverse qilib tasha, davay. 30 ga pulim bor meni. Davay, bolalar yana boost beramiz darshi. Permanent olsa bo'lardi menimcha, bu permanent ko'rdim. Mana yerda kimdir kirib o'lib qoldi. Menimcha obunachi shekilli. Bitta permanent degan narsa bor edi bolalar. Permanent. Mana bittaydi. 50 ta Robuxga bo'ldi. Mega dropper. 54 ta Robuxga mega dropper olaman. Let's go. Mega dropper oldik bolalar. Yo-mayo, $2000. $2000dan beradi endi. 60 ga upgrader olamiz. 18 Robuxga dropni tezlashtirib yuboramiz bolalar. 100 ga endi mana ochishimiz kerak bo'ladi. 100 ga buni ochib qo'yamiz. 100 ga tez yig'il. Frans buni ochdik. Yaxshi. Yana 200 ga pul kerak bizga. Ichkarini polis taxlab qo'ydikmi? Ichkarini polis taxlashimiz kerak. Hozir ichkarida sal muammolar bor. Mana bu yerdan ochamiz, keyin bu yerdan ochamiz. Mana bu yerdan ochishimiz kerak 22 ga tezroq. Yaxshi. 22 ga table olamiz. Hoppa, bu yerga ham bemalol klientlar kirishi mumkin. Yana mana bu yerda 67 ga kursi olishimiz kerak ekan. 50 ga pul kerakmi? Sizdan kam bo'ldi. Reversingami? 1 million pul bo'lsa, mana hammalar oson bo'lar ekanda. 1 million yig'ib ko'raymi? 126 Robux ekan. 1 million tanga. Mana table ochamiz. Hamma stullarni qo'yib chiqdik. Bu yerda qolmadi, glavniy joyda qolmadi. Endi ichkarida yana kitchen wallni taxlashimiz kerak. Ishchilarni, narsalarni, yaxshi chiroqlarni yoqib qo'ydik. Nol bo'lib qoldimi? Nol bo'lib tarish bo'ldi. Yo'qolib ketdi bolalar. Hozir $1 million ochamiz. Nima? Ya bu defa ko'rsatdik-ku. Qani? Sen bosing afon. Maymonmasing afon. Mutatsiya 1.7x qilib berar ekan. Sizning avialarni Mana bittadan bor ekan. Yerdingizmi? 2x. Buni achish uchun bir reverse achish kerak. Super fast droppers 50 nechi dirham bor? 50 Mana ochdi-da. 72 Robux.
Eshitib ochganimi? Asal Mutatsiya berar ekan, mana ikkitalik bo'lishdi. Buni ko'payib borar ekan ikkitari bilim uchun. qo'yib. Mana ochamiz, French drop turdi. 352 Biggest Burger drop ochamiz hozir. Necha ostapib bar tutdi? Bilmadim. Bu vash ko'p beradi-da. Birinchida ko'p berami? Bilmadim. Birinchida ko'p berar ekan. Ikkinchi darajani ochib ko'rishim kerak bolalar. Chiroqlari bilan devorda qo'yib oldik. Endi table qo'ysak bo'lar ekan ikkinchi darajaga ham. Ikkinchi daraja velosiped yasashimiz uchun ko'proq pul kerak bolalar. Keyin reversimizga qancha 540 k kerak ekan bolalar. Yo 92 ta narsa qurishimiz kerak. Mana bu yerni ochib chiqishimiz kerak oldin. Mana velosiped ochib chiqishimiz kerak. Mana Tycoon, betga ham yana day ko'proq kerak. Hatto strelkalar ko'rsatib turibdi. Mana buni ham ochamiz. Xolodilniklar bu yerda ham ochamiz. Yana 37 k kerak. Bolalar, kuxnyadagi hammasi ochib bo'ldik. Kuxnya polisi tayyor yana. Bizda reverstdan 80 ta narsa bo'ldi. 92 ta yana reverst bo'ladi. Bu yerda hozir yana ikkinchi darajani bitta ko'rishimiz kerak. Mana table ochsa bo'ladi yangi. Kursilar ham ochdik. Bu yerda fence qo'yishimiz kerak. Bu yerda hech odamlar tushib ketmasligi uchun pastga shotka qo'yamiz. Dekoratsiya ochildi bu yerda. Fence bolalar. Bu yerda fence qo'yib olamiz. Yaxshi, endi hech kim tushib ketmaydi desam, o'zim tushib ketdim. Sizga ko'proq pul kerak endi mana buni ochishimiz uchun bolalar. Mana bu yerda 350 kalik dropni va upgraderni ochishimiz kerak. Unga ancha pul kerak bolalar. Yo'q, короче, bola videomiz yarim soat bo'lib ketdi bola. Shu joyda videoni tugataman bola. Videoga like bosib, kanalimizga obuna bo'lib qo'yishni unutmanglar bola. Bu videoni ikkinchi qismini xohlasanglar, kommentariylarga albatta fikrlaringizni yozib qoldiringlar va pastdagi 4 ta kanallar hammasiga obuna bo'lsanglar, men random degan 5 ta operatsiya har bitta videoda durust qo'shaman bola. Keyin ko'rishguncha, xayr.